Hammaga assalomu alaykum. Ish kerak mana YouTube kanaliga xush kelibsizlar. Bizani bugun 3-sonimiz. Agar bundan oldingi ikkita sonni ko'rmoqchi bo'lsanglar, bemalol profilimizga o'tib ko'rishingiz mumkin. Bizani qo'llab-quvvatlamoqchi bo'lsanglar, videoga like bosinglar, kommentariyada xohlagan gapinglarni yozinglar. Agarda siz bizani birinchi marta ko'rayotgan bo'lsangiz, qisqa tushuntirish berib o'taman. Bitta video orqali 10 ga yaqin bo'lgan ish e'lonlar haqida batafsil ma'lumot olishingiz mumkin. Xullas ko'p cho'zib o'tirmayman, videoni boshlaymiz. Faqat videoni boshlashdan oldin sizlardan bitta dona iltimos. Nimaga men ko'p like so'rayapman sizlardan? Agar sizlar like ayamasanglar, kerakli odamlarga videomiz tezroq yetib boradi va ishsizlik soni kamayib boradi. Xullas biz boshladik. Mehmonxonadan ish so'ragan ayol qizlarimiz uchun ish bor. Chilonzor tumanida joylashgan mehmonxona uchun uborkachi lavozimiga ayol qizlarimiz kerak. Yosh chegarasi 18 yoshdan 27 yoshgacha, ish vaqtimiz soat 9 dan 9 gacha. Oylik maosh 4 milliondan 5 milliongacha, faqat talablisi mas'uliyatli va tirishqoq bo'lish kerak ekan. Oylik maoshdan tashqari qo'shimchasiga obed va yotoq joylari ham bor. Agarda sizlarga shu ish qiziq bo'ladigan bo'lsa, 77 lik 360 0200 raqamlariga bemalol bog'lanishingiz mumkin. Xo'p, keyingi ishimizga o'tamiz. Bizda ikkinchi ishimiz Chilonzor tumanida joylashgan Inamarka zapchast sotuvi bilan shug'ullanuvchi do'kon uchun sotuvchi ishchilarimiz kerak. Oylik maosh 3 milliondan 6 milliongacha, ish vaqtimiz soat 8:30 dan 7 gacha. Faqat talablisi ishga vaqtida kelib ketishi, do'kon tozaligiga e'tibor berishi, mijozlar bilan xushmuomala bilan gaplasha oladigan xodimlarni ishga qabul qilishar ekan. Agarda sizlarga shu ish qiziq bo'ladigan bo'lsa, 33 lik 318 4 7 raqamlariga bemalol bog'lanishingiz mumkin. Agarda sizlarga ko'proq ishli kerak bo'ladigan bo'lsa, ya'ni tanishmoqchi bo'lsangiz ko'proq ishlar bilan bizning Telegram kanalimizga hozir o'tib olishingiz mumkin. Telegram kanal linki opisaniyada qoldiramiz. Nimaga u yoqqa o'taman degan savol bo'ladigan bo'lsa, biz hozir video orqali 10 ga yaqin ish haqida ma'lumot berayotgan bo'lsak, agar siz bizning Telegram kanalimizga o'tsangiz, kuniga 50 ga yaqin ishlar haqida batafsil ma'lumot olishingiz mumkin. Bu degani sizlar tezroq ishga kirish foizingiz ko'payadi. Xo'p, bizda keyingi ish Shayxontohur tumanida joylashgan non va bulochka mahsulotlarini ishlab chiqaruvchi korxonaga yigit qiz xamirchi lavozimiga ishchilarimiz kerak. Ish vaqtlarimiz 3 xil smenada, yosh chegarasi 18 yoshdan 40 yoshgacha bo'lganlarni ishga qabul qilishar ekan. Oylik maoshdan tashqari qo'shimchasiga bir mahal ovqat, yana bir qancha bonusligisi ham bor ekan. Agar tajribangiz bo'lmasdan turib ishga kiradigan bo'lsangiz, birinchi oy sinov muddati uchun 2,5 million so'm pul to'lashar ekan. Ishni o'rganib olganingizdan keyin 3 milliondan 4,5 milliongacha oylik maoshingizni ko'tarib berishar ekan. Agar soha bo'yicha tajribangiz bo'ladigan bo'lsa, birinchi oydan o'zi 4 milliondan 7 milliongacha pul to'lashga tayyor bu kompaniya. Agarda sizlarga shu ish qiziq bo'lib batafsil ma'lumot kerak bo'ladigan bo'lsa, 90 lik 008 68 46 raqamlariga bemalol bog'lanishingiz mumkin. Xo'p, keyingi ishimizga o'tamiz. Olmazor tumanida joylashgan mebel do'koni uchun 20 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan yuk tashuvchi hamda haydovchi lavozimiga erkak ishchilarimiz kerak. Oylik maosh 3,5 milliondan 4,5 milliongacha, yana qo'shimchasiga bonuslari ham bor ekan. Faqat talablisi haydovchimiz B toifali pravasi bo'lish kerak ekan hamda Toshkent shahrini yaxshi bilish kerak ekan. Oylik maoshdan tashqari yana qo'shimchasiga bir mahal ovqatlisi ham bor. Agarda sizlarga shu ish qiziq bo'ladigan bo'lsa, 77 lik 022 77 71 raqamlariga bemalol bog'lanishingiz mumkin. Keyingi ishimiz haydovchilarimiz uchun. Agarda sizlarning shaxsiy mashinanglar bo'ladigan bo'lsa, ekranga yaqinroq kelib olinglar. Xullas, hammamiz bilgan Maxway uchun haydovchilarimiz kerak. Oylik maosh 7 milliondan 12 milliongacha, ish vaqtlarimiz 3 xil smenada. Oylik maoshdan tashqari qo'shimchasiga bir mahal ovqatlisi ham bor ekan. Ishimiz Toshkent shahrida joylashgan, faqat talablisi yosh chegarasi 18 yoshdan yuqori bo'lishi hamda xushmuomala bo'lish kerak ekan. Asosiysi soha bo'yicha tajriba talab qilinmaydi. Agarda sizlarga shu ish qiziq bo'ladigan bo'lsa, 97 lik 466 70 70 raqamlariga bog'lanishingiz mumkin. Bizda yana faqatgina haydovchilarimiz yoki ayol qizlar uchun mo'ljallangan alohida Telegram kanallarimiz bor. Agarda siz haydovchilikka oid bo'lgan yo'lmasa faqatgina ayol qizlarimiz uchun mo'ljallangan ishlarni qidirayotgan bo'lsangiz, hoziroq opisaniyaga tushsanglar, ishlar haqida batafsil ma'lumot oladigan Telegram kanal linkini joylashtirib qo'yganmiz. Keyingi ishimiz malakali svarshiklarga oid bo'lgan ishimiz. Xullas, Toshkent shahrida joylashgan kotyol ishlab chiqaruvchi sex uchun tajribasi bor svarshik ishchilarimiz kerak. Oylik maosh 8 milliondan 10 milliongacha, oylik maoshdan tashqari qo'shimchasiga ovqatlanish hamda yotoq joy ishxona hisobidan ekan. Agarda sizlarga shu ish qiziq bo'ladigan bo'lsa, 90 lik 980 16 66 raqamlariga bemalol bog'lanishingiz mumkin. Keyingi ishimiz aynan telefonda gaplashishni yaxshi ko'radiganlar uchun. Xullas, Toshkent shahar Sergeli tumanida joylashgan maishiy texnika va elektronika savdosi bilan shug'ullanuvchi kompaniyaga sotuv menejer lavozimiga yigit qizlarimizni ishga qabul qilyapti. Oylik maosh 4 milliondan 15 milliongacha, yosh chegarasi 18 yoshdan 30 yoshgacha.
yoshgacha. Ish vaqtimiz to'liq smenada soat 9 dan 8 gacha, oylik maoshdan tashqari yana qo'shimchasiga faol xodimlar uchun yana bir qancha bonuslisi ham bor ekan. Faqat talablisi Toshkent shahrida istiqomat qilishi hamda o'zbek tilida ravon gaplasha oladigan bo'lish kerak ekan. Agar sizlarga shu ish qiziq bo'ladigan bo'lsa, 95 109 82 88 raqamlariga bog'lanishingiz mumkin. Keyingi aytadigan ishimiz aynan 20 yoshgacha bo'lgan yigitlarimiz uchun. Xullas Toshkent shahrida joylashgan qandolat mahsulotlar ishlab chiqaruvchi korxonaga 20 yoshgacha bo'lgan yigit ishchilarimiz kerak. Oylik maosh 5 million so'mdan boshlanadi, ya'ni ishiga qarab ko'tarib ham berishar ekan. Oylik maoshdan tashqari qo'shimchasiga 3 mahal ovqat, yotoq joylari ham bor. Faqat talablisi chaqqon bo'lish kerak ekan. Agarda sizlarga shu ish qiziq bo'ladigan bo'lsa, 87 670 16 14 raqamlariga bemalol bog'lanishingiz mumkin. Keyingi ishimiz 22 yoshdan 35 yoshgacha bo'lgan yigitlarimiz uchun Toshkent shahar Zangeta tumanida joylashgan kompaniyaga B2B sotuvchilik lavozimiga yigit ishchilarimiz kerak. Oylik maosh 5 milliondan 15 milliongacha, ish vaqtimiz soat 9 dan 6 gacha. Faqat talabliksa soha bo'yicha tajribaga ega bo'lishi hamda tirishqoq va mas'uliyatli bo'lish kerak ekan. Oylik maoshdan tashqari qo'shimchasiga bir mahal ovqatliksi ham bor. Agarda sizlarga shu ish qiziq bo'lib batafsil ma'lumot kerak bo'ladigan bo'lsa, 90 964 07 50 raqamlariga bog'lanishingiz mumkin. Mabodoga siz bitta joyda ishlab turib, o'zingizga qo'shimcha daromadli ish qidirayotgan bo'lsangiz, sizga ham bitta yaxshi yechimimiz bor. Uzum tezkorga kuryerlarimiz kerak. Agarda sizlarga Uzum tezkor bo'yicha batafsil ma'lumot kerak bo'ladigan bo'lsa, tepada video chiqadi, bemalol o'tib batafsil ma'lumot olib ishlashingiz mumkin. Keyingi ishimiz faqatgina yigitlarimiz uchun. Xullas Hasanboyda joylashgan dazmol, doska, sushilka, garderob, oyoq kiyim, podstavka ishlab chiqaruvchi korxonaga ishchi yigitlarimiz kerak. Oylik maosh 4 million so'mdan boshlanadi. Ish tajribasi va unumdorligiga qarab oylik maoshi muntazam oshirib ham berishar ekan. Oylik maoshdan tashqari qo'shimchasiga yotoq joy, 3 mahal ovqatliksi ham bor. Asosiysi tajribasizlarni ham ishga qabul qilishar ekan. Agarda sizlarga shu ish qiziq bo'ladigan bo'lsa, 94 722 46 46 raqamlariga bemalol bog'lanishingiz mumkin. Xullas bizda 10 ta ishimiz shulardan iborat edi. Agarda bizani qo'llab-quvvatlamoqchi bo'lsanglar, videoga like bosinglar, kommentga izoh qoldiringlar, bizani qayoqdan kuzatyapsizlar va sizlarga qanaqa ishlar kerak, biz ular haqida ham albatta video qilamiz. Xullas videomiz shu yoqqacha edi. Agar bizani shu yoqqacha ko'rgan bo'lsangiz, sizlarga kattakon rahmat. Biz yana qaytamiz.